Badiiy sahnamizga mamnuniyat bilan juda ham ko'plab respublikamizdagi ko'rik tanlovlarda mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritgan, chiroyli kuy qo'shiqlari bilan millionlab muxlislar ko'nglidan chuqur joy egallagan xushovoz xonanda. Mana shunday hayqiriq, gulduros qarsaklar bilan qarshi olasizlar. Bugun sizlar uchun Sarvarning Haydari. Sarvarning Haydari. Aziz mehmonlar, aziz onajonlar, otalar. Badiiy sahnamizga mamnuniyat bilan juda ham ko'plab respublikamizdagi ko'rik tanlovlarda mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritgan, chiroyli kuy qo'shiqlari bilan millionlab muxlislar ko'nglidan chuqur joy egallagan xushovoz xonanda. Mana shunday hayqiriq, gulduros qarsaklar bilan qarshi olasizlar. Bugun sizlar uchun Sarvarning Haydari. Sarvarning Haydari. Aziz mehmonlar, aziz onajonlar, otalar, opalarimiz, akalarimiz, sizlar bilan ajoyib mana shunday fayzli dargohda ko'rishganimizdan Allohga shukrlar deymiz. Yuzingizdan hamisha kulgi tabassum arimasin. Biz san'atkorlar doim sizning xizmatingizda, yaxshi kuningizda yoningizda turaylik. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Sensiz yurak mayli toshga aylansin, sabotga toshga aylansin, arzularım to'lchi yoshga aylansin. Seni yoshli ko'rib qolsam maylimi. Bitta yangi qo'shiq qilganman. Abdulla Meraboyev so'zi bilan eng oxirgi qilgan qo'shiqlarimdan qizlarini uzatgan otalar nomidan bitta qo'shiq. Eshitamizmi? Mayli, biz otani bag'rin tosh demang, eshitamiz. Sovchi qoqib kelsa eshigim, o'yga botib qolarkan ota, yonimda